Assalamualaikum, yaxshimisilar? Bugun o'rganadigan darsimiz mevizliq iris tamlik marujnisi bo'lib, buning ketilgan kerakli materiallar: bir cho'nchina sut, yarim piyola xam qaymoq, yarim piyola shakar, bir piyola iris, 3 dona tuxum, izilingan yong'oq mevzi, badam mevzi, yarim piyola. Endi tayyorlab olganimiz 3 dona tuxumni javurga chiqib, buni ko'ptirgichda ko'ptiramiz. Toza ko'p bo'lgandan keyin buning ustiga yarim piyola xam qaymoqni avay tayyorlab olgan yarim bir piyola irisni to'kib, bu ikkisini toza obdan ko'ptirib aralashtiramiz. Mana obdan ko'ptirib olsak, toza tam yaxshi bo'lmaydi. Bu ko'p bo'lgandan keyin bir tarafga ip qo'yib, bir cho'ng javurimizda bir cho'nchina sutni, yarim piyola shakarni to'kib, ilashtirib, shakar erigicha ilashtirib beramiz. Shakar erib bo'lgandan keyin sutni o'tga qo'yib, avay tayyorlab olgan mevizni to'kamiz. Mana bu to'kib bo'lgandan keyin buni aralashtirib, qiyg'ichi sutni isigandan keyin avay tayyorlab olgan qiyamni ustiga to'kib, mana to'kib aralashtirib beramiz. Obda aralashtirib bo'lgandan keyin bu sut qaynash holatiga o'tadi. Chimchim qaynashig'lar zodi o'tni to'xtatib, javurni ilib olamiz. Bu javurni talaga chiqib qo'ysak, bir soat qolmay qiyamni suviydi. Suv bo'lgandan keyin to'nglatguncha to'nglaydigan yeriga silib 2 soat bir aralashtirib bersak bo'ldi.